Anjon Travel bilan endi sayohatlar bo'lmaydi. 2023-yildan boshlab hozirgacha Anjon Travel sayohat agentligi minglab insonlarga sayohat zavqini ulashdi. Qirg'izistonning qorli tog'lari-yu betakror tabiatlariga jamoaviy sayohatlarda olingan energiyani boshqa hech bir yerdan topib bo'lmaydi. Biz jamoamiz bilan sizlarni ma'lum vaqt davomida xursandchiligingizga sababchi bo'ldik. Lekin bundan boshlab Anjon Travel bilan sayohatlar bo'lmaydi. Endi biz nafaqat Qirg'iziston, balki O'zbekiston bo'ylab ham sayohatlarni tashkil qilamiz. Anjon Travel'ni yangi ko'rinishini kutib oling. Qadriyatlarimiz, energiyamiz va rejalarimiz o'zgargani yo'q. Aksincha, biz maqsadlarni kengaytirgan holda yangi nom va yangi rejalarda yo'lga chiqdik. Sayr Travel. Sayr Travel bilan birga sayr qiling.